Yangi qo'shilayotgan obunachilarimga men hozirgina tushuntirib o'taman sizlarga. Bu Bianka 2023-yil yanvar oyida tug'ilgan. O'shanda bu 3 yoshdan oshdi. Hali yosh va 2024-yil men bu Ayris qizini tug'di. Hozirgi Ayris qizi 24-yilda tug'ilgan. 1,5 yoshida tug'dilar buvijon. Buvijon deyishimiz sababi Ayris qizi ham bola tug'di. Sal profilimni ozgina kovlasanglar, mushukchalar chiqib keladi. Oxirgi postlardagi o'sha mushukchalar buni nevaralari. O'sha uchun bu kishi buvi bo'lib qolganlar. 3 yoshga kirmasdan buvi bo'lib qolganlar. Mushuklarning yoshi bilan 28 yoshda, 29 yoshdagi navqiron yosh buvilardan bittasilar bu kishi. U 4 marta erga tegib 7 ta bola tug'di. 1 marta 6 ta bola tug'di, 1 marta bitta bola tug'di. Bo'ldi. Shu bilan boshqa tug'madi. Sterilizatsiya qildirtirdim. Chunki mazasi bo'lmay qoldi. Ko'p gormonal buzilishlar bo'lib ketdi. Qochasan. Qochasan. Men seni haqingda gapiryapman. Xullas, hozir bu sterilizatsiya bo'lgan, boshqa bola tug'olmaydi. Chunki sog'lig'i bilan ozgina muammolar bo'ldi. Ya'ni bu gormonal buzilish bo'lib, ozgina matkasida o'zgarishlar bo'ldi. Buni bizani kuzatayotganlar ko'pchiligi biladi. Shuning uchun buni sterilizatsiya qildim yanvar oyida. Ya'ni 3 yoshga to'lganida bu sterilizatsiya. Lekin mushukli vazifasini hammasini bajardi. 7 ta bola tug'di, 4 marta erga tegdi. Profilimni kuzatsanglar, har bitta erini ko'rib chiqasizlar. Oxirgi eri Barsik bo'ldi. Sherxan nomli birinchi mushuk, birinchi eri buni Sherxan. O'sha Sherxandan Sherxanga o'xshaydigan Xerix bolasini olib qolganman. Da, uni ismi Ayris. Hozirgi tentak qizi buni ovlayotgan. Mana tentak qizi bilan birga yashaydi. Tentak qizi lekin sterilizatsiya bo'lmagan hali, lekin bola tug'dirish niyatim yo'q. Ko'ramiz endi. Agar sog'inib qolsam, balkim tug'dirarman, lekin hali sterilizatsiya qilmadim uni.